Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzға sunuşdurışımız qənəmizdə diqqətinizlər ekranımız olsun. Xitay kurashchi aeroplani qushning hujumiga uchrab tushib ketdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, 5-oktyabr Xitoy havo armiyasining bir kurashchi aeroplani ko'tarilish jarayonida qush suqilib tushib ketgan. Xitoy armiya gazetining xabarida mazkur aeroplanning tipi, uchish vaqti va o'rni tilga elinmagan. Ammo Tayvan xabarlarida oshkorlanishicha, tushib ketgan aeroplan J-10 tipli kurashchi aeroplan ekan. Xitoy armiya gazeti xabarida bildirilishicha, voqea yuz berishdan ilgari uchquchi havo bo'shliqida jang qilish mashqi qilayotgan bo'lib, kurashchi aeroplan qushqa suqilib ketganlikdan yerga tushib ketgan. Uchquchi bo'lsa parashyut bilan sakrab qutulgan. Tayvanda chiqadigan inglizcha xabarda Xitoy da'vo qilayotgan o'zining yengilmas obrazi bir qush sabablik zarbiga uchradi deb Xitoyni masxara qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotida Uyg'urlarni qo'llaydigan davlatlar ko'paydi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkilotida Uyg'urlarni qo'llaydigan davlatlar ko'payib 39 ga chiqqan bo'lib, Xitoy 26 davlat bilan birga g'arb davlatlarini ayblagan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkiloti turishliq bosh elchisi Zhang Jun Rossiya, Venezuela va Zimbabve qatorliq 26 davlatga vakolatdan so'z qilib, Amerika va boshqa g'arb davlatlarini yakki taraflik majburlash tadbirlarini qo'llanib, yuqum jarayonida kishilarning davolash manbasiga erishish huquqiga daxl taruz qildi deb tanqid qilgan. Zhang Junning 26 davlatga bosh bo'lib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kengashi 3-komitetida munozara xarakterlik so'z qilib, virus yuqumi taraqqiy qilayotgan davlatlarga ig'ir ta'sir ko'rsatganligini, ahvol shundoq turib, yakki taraflik majburlash tadbirlarining yanada yo'lga qo'yilayotganligini ko'ryapmiz deganlarni bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Zhang Jun yana Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan qirg'in qilish jinoyatlarini yushirish va xalqaro jamiyatning diqqatini burash maqsadida Amerikada qazo qilgan qora tanlik George Floydning o'limini tilga olib, bu voqealar uzun yillik va cho'nqur yildiz tortgan irqiy kamsitishni, soqchilarning zo'ravonligini aks ettirdi deganlarni bildirish bilan birga, munosabatlik davlatlardagi ko'chmanlarning salomatligiga cho'nqur ko'ngil bildirganligini bildirgan. Germaniya ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, 6-oktyabr Amerika, Germaniya, Kanada, Yaponiya, Avstraliya qatorliq 39 davlat Birlashgan Millatlar Tashkilotida birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoydan Uyg'urlarning insoniy huquqlariga hurmat qilishni talab qilgan. Shundaqli Hong Kong vaziyatini mo tilga olgan. 2019-yili Angliya yuqoriqiga o'xshash birlashma bayonot e'lon qilgan bo'lib, ayni vaqtda faqat 23 davlat imzo qo'ygan edi. Bu qatim imzo qo'yganlar 39 ga chiqqan bo'lib, ko'plagan kishilik huquq tashkilotlarining qo'llashiga erishgan. Markaziy axborot agentligining xabariga asoslanganda, Xitoy tarafda turgan 26 davlat Angola, Antigua va Barbuda, Belorussiya, Burundi, Kambodja, Kamerun, Kuba, Shimoliy Koreya, Ekvator Gvineyasi, Eritreya, Iran, Laos, Burma, Nambiya, Nikaragua, Pakistan, Palestin, Rossiya, Saint Vincent va Grenadines, Janubiy Sudan, Surinam, Suriya, Venezuela va Zimbabve qatorliqlar ekan. Sharq Turkistondagi ayollar erlarga o'xshash ishlashga majbur bo'lmoqda. Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi erlarni qiyri yosh demasdan har xil bahonalar bilan jazo lageriga so'lganligi sababli yo'lanchiksiz qolgan Uyg'ur ayollari oiladagi butun yukni o'z zimmasiga elib, ig'ir ishlarni qilishga majbur bo'lmoqda. Bugun ijtimoiy uchur vositalar tarqalgan bir sinda bir Uyg'ur ayolning qassobxonada xaridorga go'sht kesib berayotganligi ko'rsatilgan. Bu ko'rinishdan Uyg'ur ayollarining o'z oilasini qamdash uchun erlarning ishlarini qilishga majbur bo'layotganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Bundan burun tarqalgan sin va suratlardami Uyg'ur ayollarining mashina remont qilayotganligi, uy selayotganligi, yuk to'shiyotganligi ko'rsatilgan bo'lib, Xitoyning Uyg'urlarni qanchalik qiyin kunga qo'yganligini oshkorlab bermoqda. Hindiston havo armiyasi shtab boshlig'i Xitoyga havo hujumi qilishga tayyor ekanligini bildirdi. Fransiya xalqaro radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Hindiston havo armiyasi shtab boshlig'i Badauriya Xitoyga havo hujumi qilishga tayyor ekanligini bildirdi. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy Hindiston chegarasidagi vaziyat davomli jiddiylashgan bir paytda
Hindiston havo armiyasi bosh shtab boshlig'i Badauriya Hindiston havo armiyasining Xitoyga qarshi havo hujumiga tayyor ekanligini, ammo hozircha bundaq bir plani yo'q ekanligini bildirdi. U yana Hindiston armiyasining Xitoy va Pokiston ikki taraf bilan qo'sh liniyalik jang qilishga tayyor ekanligini aytdi. Badauriya dushanba kuni Hindiston taratqullarining ziyoratini qabul qilib, Hindistonning 2016-yili Fransiyadan 36 dona kurashchi aeroplan zakaz qilganligini, tunji turkumdagi 5 kurashchi aeroplanning bu yil 9-oyda rasmiy ishlatishga topshirilganligini, bu kurashchi aeroplanlarning Hindiston armiyasini havo hujumida oldin zarb berish iqtidoriga ega qilganligini bildirgan. U yana kelgusi 5 yilda Hindiston tadqiq qilib chiqqan 83 shonliq tipli kurashchi aeroplanni armiyaga topshirganligini tunishtirgandan boshqa, davlat o'zi tadqiq qilib yasab chiqqan mashq aeroplani va yirik tipdagi tik ucharlarning zakaz qilinganligini aytgan. Badauriya yana mundaq deb ko'rsatdi. Xitoy bilan Hindiston urushib qolsa, Xitoy Hindistonni yengolmaydi. Chunki Hindiston armiyasi allaqachon Ladakni o'z ichiga olgan barliq munosabatlik o'rinlarga o'rinlashtirildi. U yana Xitoyning Pokiston bilan hamkorlashib Hindistonga tahdid selishi, Xitoyning Kashmirdagi Skardu havo armiya bazasidan foydalanish mumkinligi haqida to'xtalib, Hindistonning qo'sh liniyalik jang qilish iqtidoriga ega ekanligini ta'kidladi. Sharq Turkistonda sababsiz tutqun qilish davomlashmoqda. Xitoy doiralari 2014-yildan boshlab Sharq Turkistonda tarbiyalash markazi nomida millionlagan Sharq Turkiston xalqini sababsiz tutqun qilib, jazo lagerlariga solab, irqiy qirg'inchilik siyosati yurgizishga boshlagan. Xitoyning bu jinoyatlari xalqaro jamiyatda oshkorlangandan keyin Xitoy doiralari jazo lagerining taqib etilganligini, u yerga kirganlarning asabiy ideyadan qutulib, kasbiy tarbiyalanganligini izchil ilgari surib kelgan edi. Lekin Sharq Turkistondan kelgan oz sondagi qimmatli dalil isbotlar Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatini hozirgacha davomlashtirib kelayotganligini ko'rsatib bermoqda. Bugun ijtimoiy uchur vositida tarqalgan bir ovozliq so'zlashish xotirasida bir otishliq Uyg'ur ayol hammasining yo'ldishini mahalliy komitetidan so'raydigan gap bor deb chaqirtib akirib ketganligini, ammo uzun o'tmay uning jasadini chiqarib berganligini, hatto oilasiga jasadni bermay udunli yerlikka qo'yib o'tganligini, o'lib ketgan kishining 3 bolasi borligini, bu xil ishlarning tugamayotganligini, hech kimning ularga ega chiqmayotganligini oshkorlagan. Yo'lishni achirib ketgan 17 kun burun. Daduygilam akkitgan to'ld. Shu peti yo'q qadashandim. Onun uchun ölümün akibade. Ölümünü bizga bermaylam shu zaratqalik apiriblam. Qo'yatdi adash. İçimiz kalkulab ketdi. Bunlarning maqsadi ketdi. Shu ishlarimiz tugmadi bizning. Ya bizga be. Ega chiqmadi ya biz. Dilnur Rayhan Paris Eiffel munorini ko'k rangi purkaymiz dedi. Necha oydan beri Fransiyada Uyg'urlarni qo'llash uchun elib berilgan harakatlar xalqaro matbuotlarning diqqatini tortmoqda edi. 1-oktyabr kuni Fransiyadagi danglik yozuvchi artist tantarbiya cho'lponlarining Instagram va Twitter bosh suratini osmon ko'ki rangiga almashtirishi tordoshlarining va matbuotlarning texmo qiziqishini qo'zg'adi. Yevropa Uyg'ur institutining mas'uli Fransiyadagi Uyg'urlarni qo'llash faoliyatlarini tashkillovchilarining biri Dilnur Rayhan Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib mundaq dedi. Asli planimiz Paris shaharlik hukumat binosida ko'k bayroqni lapildatish edi. Ammo shahar boshlig'ining taklifi bilan Eiffel munorini ko'k rangga kirgizmoqchi bo'lgan edik. Ma'lum sabablar bilan bu planimiz amalga oshmay qoldi. Lekin Yevropa parlamentining a'zosi Rafael Glucksmannning o'zgacha bir fikri bilan butun Fransiyani ko'k rangi purkash maqsadimizga yetdik. Dilnur Rayhan Yevropa parlamentining a'zosi fransiyalik Rafael Glucksmann ham yordamchisi Pierre Bussier qatorliqlar bilan birlikda ijtimoiy taratqularda tordashlarni Uyg'urlarni qo'llaydiganligini ifodalash uchun bosh suratini Sharq Turkiston bayrog'ining rangi bo'lgan ko'k rangga o'zgartirishga chaqirgan. Bu chaqiriqqa Fransiyadagi danglik shaxslardan Matt Pokora, Latsiya Xalidey, hatto Marin Lorfelin qatorliqlarmi ovoz qo'shib, Instagram va Twitterda ko'k rangni hambaharlash orqali Uyg'urlarga bo'lgan hissdoshligini va qo'llaydiganligini ifodalagan. Fransiyadagi Closer nomli turmush jurnalida e'lon qilingan bir maqolada Fransiyada 1-oktyabr kuni ijtimoiy taratqularda shaxsiy betini ko'k rangga o'zgartmagan danglik shaxslarning qolmaganligi ilgari surilgan.
Fransiyaning dаңlıq matbuotlardan biri bo'lgan Yakshanba gazeti nima uchun ijtimoiy aloqa to'ri osmon ko'k rangi kirdi sarlavlik maxsus maqola e'lon qilgan. Maqolada 1-oktyabr Xitoyning davlat bayrami kuni ijtimoiy aloqa to'ri Uyg'urlarning rangi ko'k rangi purkandi. Sharq Turkiston xalqining taqdiri haqida dunyoni ogohlantirish uchun nurg'unlagan dаңlıq shaxslar va yoki nomsiz shaxslar ijtimoiy taratqularda Uyg'urlarga erkinlik Free Uygurus hashtagi yozilgan ko'k rangli rasmlarni yo'lladi deyilgan. Ma'lum bo'lishicha 1-oktyabr kuni Fransiyada Uyg'urlarga erkinlik hashtagi Twitter'dagi eng ko'p ko'rilgan va hambaharlangan tema bo'lgan. Fransiyada eng ko'p ko'rilgan kundalik turmush televiziya programmasi studioning ikki tarafidagi cho'ng ekranga ko'k bayroqni chiqarib, Uyg'urlar haqida maxsus programma ishlagan. Rafael Glucksmann Fransiyadagi bu keng ko'lamlik Uyg'urlarni qo'llash harakati haqida so'z qilib, bu yerda ajoyib ishlar bo'layotdi. Butun shahar ijtimoiy taratqular ko'k rangga kirdi. Yoshlar nihoyatda tez harakat qiladi ekan. Hozir butun Fransiya Uyg'ur degan. Radio muxbiri Fransiyaliklarning Uyg'urlarni nima uchun bunchalik qo'llaydiganligini so'rag'inida u mundaq deb javob bergan. Uyg'urlarga bo'lgan muhabbat va yana jinoyatga bo'lgan nafrat bizni harakatga keltirdi. Bilginimizdek vahshiy Xitoy hokimiyati hammamizga nisbatan bir baloyi ofat. Navbatda asosligi Uyg'urlar ziyonkashlikka uchrayotdi. Lekin bu hokimiyatga hammamiz qarshi turishimiz kerak. O'tgan yili Yevropa parlamenti a'zosi bo'lgan vaqtimda men va mening guruhimdagilar ovozsiz kishilarning ovozi bo'lishga va'da bergan. Biz oldi bilan ijtimoiy taratqularning vositasidan foydalanib Fransiya va Yevropa xalqini Xitoy qurgan yig'ilish lagerlari majburiy emgak masalalari haqidagi tushunchisini oshirishga tirishdik. Ularga o'zining kiygan kiyimlarining ashu yig'ilish lagerdagi Uyg'urlarning majburiy emgaki orqali ishlab chiqarilganligi, lekin hukumatlarning Xitoy bilan savdo qilishni davom qilayotganligi. Agar biz u kiyim-kechaklarni kiyishni davom qilsak, irqiy qirg'inchilikqa bizningmi yordam qilgan bo'lganligimizni ta'kidlab keldik. Bizning maqsadimiz ovozimizni texmo kuchli chiqarish, chunki sukut qilish jinoyatning yuz berishiga yo'l qo'yganlik bo'ladi deb javob bergan. Doktor Dilnur Rayhon xonimning bildirishicha, Fransiyadagi Uyg'urlarni qo'llash harakati avgust oyida Parij metrosining Uyg'urlarga erkinlik degan shuarga bo'yilishi bilan boshlangan. Uningdan keyin ayollar dushmanligiga qarshi Parij Sabtashlar birligi nomli yosh feministlar, ya'ni ayollar barobarligi guruhining Xitoy konsulxonalari va dаңlıq markalarining magazinlarining tomlariga Uyg'ur qirg'inchiligi haqida tom gazetlari choplash harakati. Parijdagi yoshlar klimat uchun nomli tashkilotning Parij savdo markazidagi asosli xalqaro markalik mahsulotlar magazinlaridagi mallarning baho ko'rsatkichiga bu mal 50% tushirildi. Bu mal Uyg'ur qullar tomonidan ishlab chiqarilgan. Buni setib olish irqiy qirg'inchilikqa hamnafas bo'lganlik bilan o'xshashdir degan xat kuchlarni choplash faoliyati avj olgan. Mushundaq uzun muddat to'xtamay tirishchilik ko'rsatish natijasida 1-oktyabr Fransiya matbuotlarining tasvirlaganidek butun Fransiya Uyg'urlarning rangi ko'k rangi purkangan. Dunyoning diqqatini tortgan Fransiya Uyg'urlar uchun harakati haqida Dilnur xonim mundaq dedi. Bir haftadan beri Fransiyaning har qaysi sohalari Uyg'ur uchun qo'zg'aldi. 1-oktyabr kuni yuqori pallaga chiqdi. Xitoyning davlat bayrami kuni Uyg'urlarning bo'sh emasligini bildirib qo'ymoqchi edik. Fransiya bizni yolg'iz qo'ymadi. To'rt davlat hamkorligi Xitoyni parishon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 6-oktyabr kuni Xitoyning Hind Tinch okean rayonidagi chekidan oshgan qilmishlari tufaylidan Amerika, Yaponiya, Hindiston va Avstraliyadan tashkil topgan 4 davlat hamkorlik muhokamasining navbatda har qanday vaqtdagidan muhim bo'lib kelayotganligini ta'kidladi. U bu so'zlarni Tokioda bu davlatlarning tashqi ishlar ministrlari bilan uchrashganda aytdi. Birlashma agentligining 6-oktyabrdagi xabarda aytilishicha, Mike Pompeo Xitoy rejimini vaboning haqiqiy ahvolini yushirish va uning ig'irlab ketishiga yo'l qo'yish, demokratiya va erkinlikka tahdid solish bilan aybladi. U bu vaqtdagi nutqida xalqlarimizni va do'stlarimizni Xitoy kompartiyasining eksploatatsiya va tahdidlardan saqlab qolamiz deydi ekanmiz. Biz jazman har qanday vaqtdagidan bakrak zich hamkorlashishimiz lozim dedi. Yig'inda Yaponiya bosh ministri Yoshihide Suga Xitoy rejimi zimin da'vosi qilayotgan Senkaku oroli masalasi hamda Xitoyning barg'ansiri kuchayotgan harbiy ig'vogarchilik qilmishlarining o'zlarini beorom qilayotganligini tilga oldi. Bo'libmi Xitoyning sun'iy orol barpo qilish hamda bu orqali dengiz qatnashi, baliqchilik qatorliq sohalarga tahdid paydo qilayotganligini ta'kidladi. Yig'indan keyin Yaponiya bosh vaziri Suga 4 davlat hamkorligi yig'inini qarorlik yig'iniga aylantirish
hamda shu orqali boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirishni orzu qilganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Amerika-Xitoy munosabati Xitoy virusi, savdo urushi, Xitoyning texnika o'g'irlash qilmishi hamda Uyg'urlar masalasi qatorliq temalar sababidan tarixdagi eng tuvan saviyaga tushib kelayotgan chegara seziqi masalasini cho'rdigan holda Xitoy Hindiston masalasi jiddiylashayotgan Avstraliya bilan Xitoyning munosabatimi o'tgan bir necha oyda ig'ir darajada yomonlashgan bir paytda bu davlatlarning Xitoyga qarshi mavqeda birlikka kelib, to'rt davlat hamkorligini vujudga keltirishi Xitoyni intayin bearam qilgan. Qirg'izistondagi siyosiy krizis davom qilyapti. Qirg'izistonda bosh ministr va parlament raisi vazifasidan iste'fo berdi. Qirg'izistonda saylam natijasini qabul qilmagan o'qituvchilarning davlat organlarini birma-bir qo'lga kirgizib olish harakati davomlashayotgan bir paytda parlament raisi Dastonbek Jumabekov va bosh ministr Kubatbek Boronov vazifasidan iste'fo berdi. Saylamning eng tuvan chekidan o'talmaganligi bildirilgan siyosiy partiyalarning qo'llovchilari tomonidan tashkillangan faoliyatda Jumabekov boshchiligidagi parlament a'zolaridan tarkib topgan parlament umumiy yig'ini poytaxt Beshkekdagi do'stlik mehmonxonasida o'tkazildi. Yig'inda parlament raisi Dastonbek Jumabekov va bosh ministr Kubatbek Boronovning iste'fo xati ko'rsatildi. Yana bir tarafdan parlament a'zolari parlament raisligi vazifasi uchun Miqtibek Abdildayevni va vaqtliq bosh ministerlik vazifasi uchun Sadir Japarovni saylab chiqdi. Qirg'izistondagi siyosiy krizis yakshanba kuni Qirg'izistonda o'tkazilgan parlament saylamining natijasiga qarshi chiqqan 12 siyosiy partiyaning qo'llovchilari saylamni amaldan qoldirishni talab qilib namoyish o'tkazgan edi. Minglagan kishining ishtirok qilishi bilan o'tkazilgan namoyishda o'tirg'i qo'yilgan talablar qondirilmaganligi sababidan o'qituvchilar prezidentlik saroyiga qarab yurish qilgan edi. Bu jarayonda soqchilarning qattiq aralashishiga duch kelgan o'qituvchilar 7 soat tirkishishdan keyin prezidentlik saroyini egilib olgan edi. O'qituvchilar yana prezident So'rinboy Jeenbekov davrida turmaga tashlangan siyosiy mahbuslarni qo'yib berdi. Vaqada bir kishi qazo qilib 590 kishi yaralandi. Qirg'izistondagi voqealar kontrollikdan chiqib ketgachga Jeenbekovning vazifasidan iste'fo berish bermasligi hammaylan qiziqayotgan temaga aylandi. Bolton Amerikaning Xitoyni cheklash siyosatining unumi bo'lmaganligini ilgari surdi. Valgochisi gazeti xabarida bildirilishicha, Amerika sobiq davlat bexatarlik maslahatchisi John Bolton Amerikaning Xitoyga qaratilgan cheklash strategiyasining qarg'i kelmaganligini bayon qilib, Washingtonni Xitoy bilan aloqa qilganda texmi mos qadamda harakat qilishga chaqirdi. Bolton seshanba kuni Valgochisi gazetida o'tkazilgan bosh ijroiya kengashi boshliqlar yig'inida "Meningcha bizning strategiyamiz yanada klassik tahdid strategiyasi bo'lib qoldi. Biz bu jihatda ancha yaxshi qila olmadik" degan. Ma'lum bo'lishicha, Bolton 2018-yildan 2019-yilgacha prezident Trumpning davlat bexatarlik maslahatchisi bo'lgan. U Xitoyning Janubiy dengizdagi harakati, Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi chegara to'qinishi va Xitoyning boshqa harakatlarini misol qilib, Xitoy Amerikaning har xil cheklash tirishchanligiga qaramay, yanada chet eldagi ta'sirini kengaytiryotdi deb qaragan. Uning bildirishicha, Xitoyning Janubiy dengizdagi orollar va xadotashlarda dengiz va havo armiya bazasi qurganligi, Janubiy dengizda ma'muriy rayon qurganligini e'lon qilganligi, Hindiston bilan amaliy kontrol sizig'ida qurolliq to'qinishganligi Xitoyning uzluksiz kengayayotganligining ifodasi ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shundaqla program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.